Assalomu alaykum azizlarim. Shu qutlug', muborak, muqaddas moh Ramazonlar, ming oydan afzal qadr kechalar sizu bizga muborak va mukofotlar bo'lg'ay azizlarim. Qalblarimizda qancha ehtiromlar, bir-birimizga mehr ehtiromlar jo'sh urguvchi bu go'zal tunlarda, dunyolarda ezguliklarga oshifta qalblarda mehr yolqinlari, bir-birimizga nisbatan cheksiz mehru ehtiromlarimiz jo'sh uradi azizlarim. Xush kelding muborak mohi Ramazon. Ming oylardan afzal Laylatul Qadr. Ming oylardan afzal Laylatul Qadr, qadring oshiq, qutlug' 80 yillardan. Sevimli Habibga ummatlik axir cheksiz mukofotdir sizu bizlarga. Azizlar, Rabbimiz inoyatidan. Xush kelding muborak moh Ramazon. Jismu jon poklanmish, dunyo poklanmish, shohu gado tengdir. Ummatlik fasli, nechog' mehribon haq jumla jahonda. Xush kelding muborak Ramazon fasli. Xush kelding muborak qutlug' Ramazon. Xush kelding muqaddas qutlug' Ramazon. Robbim g'olib qilgin, barqaror qilgin, har dilda sobit qil ziyolaringni. Qadr kechalarda tilaklar bisyori, Robbim g'olib qilgin, barqaror qilgin, ezgulik atalmish dunyolaringni. Xush kelding muborak moh Ramazon. Xush kelding muqaddas moh Ramazon. Azizlarim, shu ulug' ayyom kunlarida har birimizning qalblarimizda qanchadan qancha yaxshi duolar, qutlug' tilaklar Robbimizga jumla jahonlarga atalmish. Ilohim hamisha va bugunda shunday ulug' qadr kechalarda Alloh sizu bizning qutlug' duolarimizni mustajob aylagay, jumla jahonlarga, 18 ming olamlarga haqning inoyat va mukofotlari, adolat va mo'jiza marhamatlari, ezgulik ila yashnagan jumla jahonlar sizu bizga muborak va mukofotlar bo'lsin azizlarim. Ulug' ayyomlar muborak bo'lg'ay. Mehr Dilnavo, Mehriso begimdan eng qutlug' tilaklarim muborak sizga, o'zimizga ham. Tashakkur azizlarim. Alhamdulillah.